Yana aşı köp osmonda uçup yurgidakman. O'ngimmi, tushimmi yoki har ikkilisi emasmi bilmadim. Qanotim ostida g'urg'ur shamol uchib o'tmoqda. Men hozir nihoyat ruhlanib ketyotgandim. Vujudimda kuch-quvvat urg'ib turadi. Zangarrang osmon, parlaq quyosh nuriga cho'milgan bepoyon dunyo. Bu naqadar go'zal manzara, ha? Men texmi ruhlanib, yanimi egiz o'rlidim. Ko'z oldimdagi buljirgan zor g'oyib bo'ldi. Amdi menga dunyo texmi kangri yeyilib, ko'z oldimda bir yeshil dasturxondek ochiq namoyon bo'ldi. Bu ilgari men ko'rib boqmagan manzara, men ko'rib boqmagan joylar edi. Lekin men u yerga o'z makonimdek muomala qildim. Hamma yer o'xshashda go'zal ko'rinadi. Tuyuqsiz oldimda mahallalar, uylar ko'rindi. Pastda ushaq narsalar qimirlab yuradi. Men uning onam so'zlab beradigan odamlar ekanligini his qildim. Lekin ular menga ancha xatarlik emasdek ko'rindi. Onamga qayrilib yetgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yerda bechoralarcha o'milab yurgan oshijonlikning ko'kda uchib yurgan bizning qudratli ekanligiga zodila ishongim kelmadi. Balki mening ularni tushunishga kallam yetmagan bo'lishi mumkin. Ishqilib men odamlarni ancha xatarlik his qilmadim. Onam odamlarning qo'rsig'ida hunarjiq. Faqat bo'lmasang, ular seni birdamdala mahbusga aylantirib qo'ydi degandi. Birdinla mening ularning qo'rsig'idagi hunarini bir ko'rib boqqim keldi. Nimishqa ularning hunarini qo'rsig'iga solib oldiganligiga aqlim yetmadi. Asta-asta pastlab mahalla atrofini aylanishga boshladim. Menga endi hamma narsa aniq ko'rindi. Bu yerda odamlardan boshqa qo'y, kala, to'qo, ishqilib men ko'rib boqmagan nurg'un narsalar bor edi. Bir to'p kaptarlar osmonda uchib yuradi. Az bir qismi bo'lsa, kaptarlar qo'nish uchun yasalgan paqaz degan narsa qo'nib o'ltiradi. Men ular bilan paranglashish uchun yeniga kelib qo'ndim. Paranglashish uchun qo'ndimmi yoki orom olish uchun qo'ndimmi, bu aniq esimda yo'q edi. Shu chog'dagi tuyg'um baxiri edi. Ishqilib men ularning turmushiga qiziqib qolgan edim. "Qayerdan kelding?" dedi ularning ichidagi yeshcho'ngroq birisi. Men uning mush to'pning ichidagi boshliq emasligini jazm qila olmadim. Uning nima bo'lishi men uchun baribir edi. Chunki men bu to'pning a'zosi bo'lmag'achqa, uning menga nisbatan hech qanday ahamiyatga ega tarafini bayqag'ili bo'lmaydi. Bo'ljirgan saydin dedim men. "Bug'amdan anglagan, bizning ajdodimiz aşı yerlik ekan. Biroq men u yerning bizdan necha oylik yiroqligini anglagan. Odatda biz necha kunlik yo'lga uchib bora olmaymiz. Balkim senmi nishondan adishib qolding-ku deyman." Men uning necha kunlik oraliqni ucha olmaydiganligini anglab hayron qoldim. Balkim xayrlik yetgandi deb o'yladim. U degan bo'ljirgan say, men kelgan bo'ljirgan say shumi, emasmi aniq hukm qila olmadim. Agar uning bo'si men kelgan saydan kelgan bo'lsa, demak biz bir jamoat tuqqan bo'lib qolatdik. Men bu yerga ezib qilib emas, balki uchishni mashq qilib etib kelib qoldim. Bir necha kungacha bir narsa yemaymi ucha olayman dedim javoban. U menga hayronlik bilan qarab qo'ydi. "Balkim sen yova kapta o'xshaysan. Ularning hammasi shunda deyishidi. Biroq bizda unda jangovarlik yo'q. Faqat qondoq va qafasdan boshqani o'ylamaymiz. Menmi mushu mahalladan neriga o'tib boqmadim. O'tib nima ketdi? Qonay desang pag'izing, yotay desang qapizing tayyor tursa, jafo tortibmi ishmi? Uning ustiga bola chaqaloq bo'lib qoldim. Endi uchib nega boraman? Egimizmi yaxshi qarovatidi?" Yeshcho'ng kapta tumshig'i bilan paylarini tatlab qo'ydi. Anglasam odamlar baq qo'rqinishdikan. Ular bizni tutib olsa, ruhimizni qul qilarmish deydi. Bu rostmi? Ruh? Yenimdagi bir kichik kapta hayron qoldi. Buva, ruh degan nima? Uning ruhning nimaligini bilmaganligidan men texim hayron qoldim. Bu kaptalar bolalarini qandoq tarbiyalaydigandi? Ruhi bo'lmagan hayotlikning nima keragi? Ruhsizlik ularni qandoq holatga tushirib qo'ygan, ha? Ular nima uchun buni tushunmaydigandi? Garchi ruhni, erkinlikni sovg'a qilg'ili, tilab erishgili bo'lmasimi, biroq bu bechora kaptalarga ruhiy erkinlikka ega bir makonning naqadar zarurligini chunqur his qildim. Ular
ruh degan so'zni aslo anglab boqmagandek qiladi. Yeshcho'ng kapta eliq savol so'rgan kaptaning beshini silab turib so'zga boshladi. Ruhning nimaligini men bilmayman. Uni men buvamdan anglagan. Hozir ikkinchi qatim anglashim. Buvamgimi bovsi deb beribdi ekan. Balkim bovsigimi bovsi deb bergan bo'lsa kerak. Buvam hamisha bizda ruh yo'qolg'ili bek uzun zamonlar bo'lib ekan deydi. Balkim bu kaptarning davatqini yo'qolg'ili bek uzun bo'lgan shu ruh bo'lsa kerak. Bizda hozir ruh deydigan narsaning sayısimi qolmadi. Yeshcho'ng kapta menga yuzlandi. Dapaqa o'g'lim, sen uning qanday narsigini bilamsan? Men gangirab qoldim. O'zim degan so'zga o'zim javob bera olmay qolarmanmikin deb andish qildim. Yo'q, hozircha bilmayman. Biroq onam senda dadangning boturlik ruhi bor. U kunsiri pishib yetilyotidi degan. U pishib yetilsa cho'qim bilib olaman. Demak senda otangning ruhi yetilib o'tibdi. Ammo otlar emas, bir butun kaptalar jamiyatining ruhi allburun yo'qolgan. Onamiz bizga azaldan ruh to'g'riliq so'zlab bermagan. Otalarimizdanmi hech qanday bir bishorat eshitmadi. Hozirgi davrga kelganda men bu so'zni balloq so'zlab berishni unutib qoptiman. Shunga biz ruhsizlik davriga allaqachon qadam qo'yibdimiz. Hey, ashu yo'qolgan ruhimizning zodi qandaligini tepib olgan bo'lsak, bek yaxshi bo'ladi-da. Buvay eg'ir xursindi. Sizlar mushu ruhsizlikinglar tufayli avloddan avlodga odamlarga qul bo'lib o'tsizlar. Ularning xohlagan chaqda yeydigan taomiga aylanasizlar. Ular sizlarni qulluqda shu darajaga tushiribdiki, qo'yib bersimi hech bir yerga bora olmay, ularning tavallikidan uchida ekansizlar. Kichikini dondan ayrilib qolishni xohlamay, avlodlaringlarni o'zinglardek qulluq tutib beribsizlar. Sizlarga bizlarning kaptarlar to'pidek bir boshchi kerak ekan. Biroq bu aqtinglarda sizlardan undaq buyuk umid kutib bo'lmagudak. Sizlar oldi bilan ruhinglardagi ash qulluqni yo'qotishinglar kerak. Eng muhimi sizlar ruhning nimaligini bilib olinglar. Siz nimishqa men bilan berib, onamdan so'rab ko'rmaysiz? Dedim men Yeshcho'ng kaptaga istoshlik qilib. Men buvayning bilib olishini izdadimmi yoki o'zim bilib olishni o'yladimmi, toza aniq emas. Balkim har ikki xil hissiyot vujudimda tang qutirayotgandir. Bir putum görgü sangilidi. Shundoq bexatar qabizim turib, ruh izlab nega boraman? Yana kelib men ruhning nimaligini bilmasam, uni topsammi nima foydasi? Qara, ruh bo'lmasa nima bo'pti? Yanalar shu qabizimda bexatar yashig'ili bo'ladi ekan-ku. Yana kelib hech nimaga asqatmaydigan ruh degan u narsani ko'tarib yurish naqadar jafoli. Yeshcho'ng kaptaning so'zlarini o'ylab ketdim. Uning degini bir turib to'g'ridak, bir turib xatodak qiladi. Ammo hech qanday yashash e'tiqodi va ruhi bo'lmagan bir kaptar bilan ruh to'g'riliq so'zlashish menga nomusliq ishdak tuyulib ketdi. Berib bu masalani onamdan so'rab boqay deb o'yladim. Bir to'p kaptarlar yenimizga kelib qo'ndi. Ondan o'zaro gugulashdi. Ularning ba'zi so'zlarini faqat uqmadim. Balkim o'z tilida so'zlashsa kerak. Odatda biz taraflargimi ba'zida mushundoq yoqi yuttuqlar kelib qoladi. Ular kimlar? Yeshcho'ng kaptaning do'stimi yoki jamoatimi bilmadim. Men bilan so'zlashmoqchimi yoki o'zaro paranglashyotamdi, faqatla uqmadim. Yaxshimisan, qo'zam? Yeshcho'ng kapta yenidagi kichik bir kaptaning paylarini cho'qlab erkiltib qo'ydi. Yaxshi emas. Qo'shqim bek ichib ketdi. Nimishqa onam endi don bermaydi? U don yoki qo'noq degandek bir ismni aytdi. Balkim terix yoki kandir degandir. Ish qilib men bilmaydigan yotli ism edi. Hay, odamlar boshqurgan kaptalar qiziqgan. Yeydigan narsalarga har xil ism qo'yib yuradi ekan deb hayron qoldim. Onang endi yangi fikrlaringning dunyoga kelish uchun quvvat to'plamasi bo'lmaydi. Odam kelib dansab bergich saqla bo'lamdi? Yo'q, saqlay olmayman. Doliq berib o'zim don tepib yeb kelaman. Obdan qo'zam, gapimni angla. U yerga borsang bexatarlik. Seni eski odamlar tutib yeb ketadi. Borma bo'lamdi? Kichik kapta dumsiyib jim bo'lib qoldi. Qaraganda bu to'ptikilar mushu qeyri kaptaning gapini bakrak anglaydigandek qiladi. Men ularning o'zini tutib yeb ketadigan shu odamlar bilan yana birga yashashini faqatla kallamga sig'dira olmadim. Balkim men yeyish degan so'zni xato tushunib qolgandim.
Balkim bu yaxshi qara degan so'zdek bir so'z bo'lishi mu ehtimol. Yoki bu chet tildan kirgan so'z bo'lsa, men ma'nosini xato iste'mol qilib olgan bo'lishim mumkin. Biroq bu mening o'yimcha hamma kapta bilishga tegishli muhim so'z edi. Onam mu hamisha menga odamlarning tutib olishidan, yeb ketishidan hazar aylashni jekilatdi. Biroq hozir bu so'zning ma'nosi bu yerda boshqacha o'zgarib qolgandek qiladi. Chunki ular odamlarning yeyishidan hazar aylasa, hargiz yana odamlar bilan birga turmaydi. Qanatiga tayinib, xohlagan yerga uchib ketsa bo'laveradi. Biroq ular qanatining borlig'ini unutib qolgan bo'lsa kerak. Balkim yashab ko'nib qolgan qapazdan ayrilishni xohlamasligi mumkin. Buva, undaqda bizning igimiz yaxshimi? Kichik kaptar qeyri kaptardan savol so'rashga boshladi. Albatta yaxshi. Biroq u bizni boshqa odamlardek xolis tutib yeydi-ku. Bu degan o'xshamaydi. U bizning qapal ichida boqqandan keyin tutib yesa haqli. Buningga hech qaysimiz qarshilik qilsak bo'lmaydi. Men oxiri yeyish degan so'zning iste'mol ma'nosining o'xshashligini bayotin ortiqcha gumon qilib yurganimni tushundim. Biroq igimiz bergan donlarni cho'nglar yevilib, menga hech nima oshmasa, men qanday qilaman? Men kunsiri o'riqlab ketyapman. Yashashqimi amalsiz qoldim. Senmi asta-asta shundoq cho'ng bo'lasan. Cho'nglardan qanday yeyish kerakligini o'rganasan. Yeyishga tegishli narsani hargiz boshqalarga bermaydigan bo'lasan. Biz yashagan muhit mushundoq o'g'lim. Biroq buva bu bo'ldi, qo'zam jiq so'zlab ketding. Katta degan qanoatchan bo'lish kerak. Ortiqcha narsalarni talashmaslik lozim, bildingmi? Uning erkinligini bak bo'g'apsiz, dedim men. Uningga texmi kengroq imkoniyat bering. U o'z erki bo'yicha yashasin. Men qeyri kaptanning so'ziga so'z qistirishni xohlamsam-mu, biroq sukut qilib turavergim kelmadi. Bundaq tangsiz muhit meningcha kaptalarning bir-biriga bo'lgan mehribonligini yo'qolish xavfiga boshlab boradi. Hey, siz bizning vaziyatimizni tushunmaysiz. Egimizning ochchig'ini keltirib qo'ysak bo'lmaydi. Agar birasimiz uning belgilagan doirasidan olqib yo'qolib ketsak, u hammamizni qapal ishiga solib etadi. Necha oygacha sirtqa chiqolmaydigan gap. U chaqda hozir qilmish kichikkina qondoqdan ayrilib qoldigan ish chiqdi. Qapazning zodi qandoq narsaligiga faqat aqlim yetmadi. Kaptalar uningga solinib qilishdan ham uningdan ayrilib qilishdan baq qo'rqar ekan. Kaptalarning eng tushuniksizi odamlar orasidagi kaptalar ekan deb o'yladim. Bu o'yimni buvamga bildirgim keldi. Biroq dedimmi, demedimmi, hozir esimdan ko'tarilib ketibdi. Balkim bir eg'izmi raddiya yoki ma'qullik so'zi bildirmadi. Sizlar cho'nglar ojizlarning rizqini yeb oldi ekansizlar. Ya'ni kelib ularning qarshiligini cheklaydi ekansizlar. Uni to'g'ri ishdek tushuntirishga tirishadi ekansizlar. Bundaq muhit qandoqmi kapta bolalarining o'sishiga, yashashiga mos kelsin? Sizlar o'zinglarning qanday holat yashayotganinglarni bilmagudek darajada bexudlashib ketibsizlar. Razillikda odamlarga yetishib olg'ili turibsizlar dedim men. Odamlarga til taklishga bo'lmaydi. Ular bo'lmasa bizning bugunimizmi bo'lmaydi. Ta'til tashviqotlaringizni boshqa yerga berib qiling, dedi buvay zardi bilan. Men buvayning yaxshi ko'nglim uchun buncha zarda qilganini tushunmadim. Balki u maqsadimni tushunmay qolgan bo'lsa, yana tushuntirib qo'yish kerakdir. Sizlarda mas'uliyat degan narsa yo'qkan. O'z avlodlaringlarni qarab turib, o'tqa ittiradi ekansizlar. So'zimning davomini texi ta'sirli tushiraman deb o'ylagandim. Biroq shu arada taraq qilgan ovoz bilan tang putim qattiq og'rib ketdi. Uchish uchun qanot qaqqan bo'lsam-mu, qanotim bo'shliqda esilib qoldi. Kaptalar purrida uchib ketdi. Ondan atrofimda aylanib uchishga boshladi. Ha. Erkin yashag'uchi, oxiri qapalga tushirgan bo'lding. Sening yana cho'ng so'zligingni bir ko'ray. O'zimning qistirmig'iga tushib qolganimni his qildim. Men birdinli buvayning meni atdigandan beri gapga tutib, egisining tutib olish uchun aldab turganini tushundim. Qalbim cheksiz azobga to'ldi. Men kelgan bu xatar odamlardan emas, balki kichikkina manfaatga aldangan o'z qarindoshlarimdan kelgandi. Ularning odamlarga moslashib meni tutib berishi faqat qallamdan o'tmadi. Ham meni bak ichindirdi. Xiyolimda hargizmi odamlarning qo'liga tushib qolmaslik kerak degan ideya chaqmoq tezligida chaqnab o'tdi. Ikki putimni uzib yetalsamla, men yana erkinlikka erishalaydim. Shunga bor kuchim bilan ikki tarafga paloqlashga boshladim. Bolam, o'rningdan tur. Nim bo'ldi sana?
Ko'zimni ochsam, onam beshimda qarab turibdi. Xudoga shukri, saqkanman deb o'yladim. 2 putim silab baqsam hech nima bo'lmabdi. Seni qar besib qopti bolam, dedi onam. Bak qo'rqinchli tush ko'ribdiman, dedim onamni quchoqlab turib. Tushimda ko'rganlarimni so'zlab berdim. Sen buningdan keyingi avlodlaringning qismatlarini ko'ribsan o'g'lim. Odamlar kun sari bizning yashash muhitimizga qistab kirmoqda. Ular bizning azaldan yashab kelgan zaminimizdan bizni qo'g'lab chiqarmoqchi. Yerlarimizni tortib olmoqchi. Avlodlarimizning naslini o'zgartib, ashundoq o'z naslini tonimaydigan qilib, shalg'ut sortlarga aylantirmoqchi. Balkim uzoqqa qolmay bu yerlarga egiz binolar, zavodlar selinishi mumkin. U chaqda keraksiz sanoat mahsulotlari istitaklar orasida bizning bu go'zal muhitimiz bulg'unidi. Shahar orasida qolib qolgan daryolarimizda hozirgidek sharbat suvlar emas, balki yunda oqadigan bo'ladi. Odamlarning tajovuzchiligi bek qo'rqinchli o'g'lim. Sen buni sezmayli qolasan. Avlodlaring sen yashagan pokiz muhitni ko'rolmaydi. Tug'ilibla jahon mushundoq o'xshaydi deydi. Amalsiz ularning ishkansiga tushib qoladi. Ular bizni kun sari qistab kelmoqda. Hatto nihoyatda yaqinlab qoldi bolam. Biz endi boshqa bir chiqish yo'li topmasak bo'lmaydi. O'zimizni o'zimiz qutqizmasak, bizni hech kim qutqizolmaydi. Yur, sirtqa chiqayli. Sana endi dadangning qismatini so'zlab beradigan vaqt kelib qolgan o'xshaydi. Onam meni o'ziga agashtirib sirtqa olib chiqdi. Atrof butunlay yov o't cho'plar bilan to'lgan. Hech qanday yo'l yoki iz tushmagan kangri dala edi. Bu daryo bo'yidagi egiz yordonliqda edi. Bu yerda necha minglagan kaptalar u silib avlod qoldiradi. Ostimizda da ekib o'tadigan supsuzlik daryo suvi bizga yaqinlik allay naqshi o'qib beradi. Nazarimda bu yer jahondagi eng go'zal, eng bexatar makon edi. Agar odamlar bo'lmagan bo'lsa, biz mangu mushu baxtlik zaminda yashagan bo'lardik. Hey odamlar, sizlar zodi. Mana bu sening makaning. Mana bu ajdodlaring yashagan zamin. Sening buvang, dadang mushu makonni gullandirib, mushu kaptalar to'piga boshchilik qilib o'tgan. Shunga bizning ularning orasidagi inovatimiz yuqori. Shundaqla zimmamizdagi yukimizmi ig'ir. Men seni dadangdek botur, azmat bo'lsin deb har kuni tong saharda uyg'otib, necha chaqirim yerga opirib uchishni mashq qildiraman. Qanotlaringning kuchini oshiraman. Muskullaringni chingitaman. Aql zehningni urg'itaman. Har vaqt sagak turishni o'g'itaman. Sen hozir jismoniy jihatda xili pishib yetilding. Endi aqliy jihatda pishib yetilishing kerak bolam. Odamlardan har vaqt sagak bo'l. Ular yedi yuzla bizga chiqilmaydi deb o'ylama. Miltiq degan narsa orqaliqla ular seni necha ming metr egizlikdan mo'llaq otqizib yetalaydi. Dadangning qandoq o'lganligini bilamsan? Yo'q, siz menga teqi vaqti emas deb aytib bermagan. Endi vaqti keldi. Men necha kun ilgari bu yerda bir qancha odamning timisqilab yurganligini ko'rdim. Demak, ularning bizga ko'zi tushdi degan gap. Shunga ular yetib kelishdan burun biz texmi bexatar makon topmasak bo'lmaydi. Dadangmi dal o'sha odamlarning qo'lida jinidan ayrilgan. Ana deb beringa, dadam nima bo'lib ularning qo'liga tushib qolgan? Onam bir pas jimib qoldi. Balkim ko'ngli buzilayotgandi deb o'yladim. Shu kuni dadang bir to'p kaptalarni boshlab biz uchun oziqlik izlab chiqib ketgan. Odatda kaptalar hamisha o'zimizga xatar yetmaydigan oziq-tulik mo'l joylarni tanlaymiz. Dadang kaptalarning boshchisi bo'lg'ashqa bu ig'ir vazifa tabiiy holda uning zimmasiga tushgan edi. Dadang shu chiqib ketgancha bir qancha kungacha kelmadi. Men uningdan bakla ansirab qoldim. Odatda biz yarim kunlikdan o'shiq yo'l bo'lsa, o'g'illarimizni yo'tkaydik. Dadangning uncha uzunga oziq izlab ketishi mumkin emas. Yuragim uning bir xavfga uchirg'ini sezib turdi. U chaqda sen va ukularing amdili tuxumdan chiqqan edinglar. Shunga sizlarni tashlab dadanglarni izlab boramadim.
Aradan bir qancha oy o'tib, dadang bilan birga ketgan bir kaptar qaytib keldi. Shu chaqdala qiyosimning to'g'riligini, dadangning odamlarning qurgan qiltiqiga tushib qolganini bildim. Keyin uning omon qolgan do'stlari bir-birlab qaytib keldi. Biroq dadang shu ketgancha kelmadi. Men onamni yig'lab salamdikin deb o'yladim. Biroq uning ko'zida bir xil qaysarlik nuri chaqnab turardi. Dadam nima ish qaytib kelolmabdi? Men taqozolik bilan so'radim. Dadang degan kaptarlarning podshohi. Uningda shuni uchushliq ruh bo'lishi kerak. Agar u o'zini qo'g'dayamasa, bu kaptarlar to'pini qanday qo'g'daydi? Bir podsho boshqalarning qulluqi ostida yashab, qandaqmi yana qaytib kelib, bu to'pga boshchilik qila oladi. Uning birdan bir yo'li hargizmi boshqalarning qulluqiga bo'ysunmaslik. Dadang odamlar tarafidan tutilib, qafasga solab qo'yilgandan keyin biz Yava Kaptar Shohlar jamiyatining odati bo'yicha tilni tishlab uzib oldi. U bir daqiqa bo'lsa-mu qafasda yashashni o'ziga ravo ko'mabdi. Qafas uning qizil qini bilan yuyilibdi. Dadang odamlar silib bergan donsuni ishmay, yemay, to'p-to'g'ri bir hafta yashab, oxiri ularning qo'lida botirlik bilan qurbon bo'ldi. Mana bu bizdagi haqiqiy erkinlik ruhi o'g'lim. Senmi dadangga o'xshash mangu erkinlikning qo'g'dug'uchisi bo'l. Ana, dadam nima uchun boshqa kaptarlarda fursat tepib kechib kelmaydi? Dadang bolalarining qul bo'lib qolishini xohlamaydi. Ular dadangni tutib olib, uni boshqa kaptar bilan juplab avlod qoldirmoqchi bo'lgan. Biroq dadang hargizmi keyingi avlodlar uchun bundoq nomusliq yashash muhitini qoldirishga vijdoni yo'l qo'ymagan. Sen tushingda ko'rgan kaptarlar dal bolalarini qulluqqa tashlab, hayotini saqlab qolgan kaptarlarning avlodi bo'ladi. Ular hozirga qadar odamlarning qo'lida ruhiy qulluqda yashayotdi. Bundoq yashagandan o'lim ming afzal. Sen dal oshundoq botir kaptarning farzandi. Sen mangu mushu ruhni unutib qolma bolam. Onamning so'zlari ruhimda uzoqcha zilzila paydo qildi. O'zimning shundoq bir botir dodining farzandi ekanligimdan cheksiz shodlandim. Menga tegishli bo'lgan intayin iftixorlik, baxtli bir ruhning tenimda birdilla bosh ko'targanligini his qildim. Butun qalbim, vujudim kuch va iftixorga to'ldi. Qalbimdagi barliq muhabbat bilan onamni mahkam quchoqladim. Barg'in bolam, seni elga kaptarlar to'piga beg'ishladim. Ular boshsiz qolmasin. Yaqindan beri odamlar bizni har xil yo'llar bilan tutib ketyotdi. Shunga sen biz uchun texmi bexatar makon top. Xo'sh bolam. Qanotim onamning ko'z yoshlari bilan ho'llandi. Ko'rgan tushlarimning mushundoq bir safarning bishorat ekanligini tushundim. Hargiz odamlarning qiltig'iga tushib qolmayman deb o'yladim. Nihoyat uzoq uchdim. Boshda yaqin bo'ylab uchdim. Keyin bir mahallaga kirib qoldim. Bu men tushimda ko'rgan heliqi mahalla emas edi. Ham uningdek qo'rqinchli ko'rinmaydi. Biroq men shundoq bo'lsa-mu uningdan hazar aylab, nihoyat egiz uchdim. Qanotimda yetarli kuch bor edi. Quliqimda hamda odamlarning shavqini emas, balki shamolning g'urg'ur so'qqan ovozi anglanishga boshladi. Men bu uchishimda o'z nishonimdan bakchiroqlab ketsam bo'lmaydi. Agar bak uzoq ketadigan bo'lsam, bizning ko'chishimizga ta'sir etadi. Rostini aytganda men onamning ko'chish to'g'riliq fikriga anchalik qo'shilmaydim. Bizning makonimiz nihoyat egiz, yon bag'ir tik qiyoning ustida edi. U yerga odamlar tugul, uchar qushlarmi tasdiqona olaydi. Biz avloddan avlodga shu joyda makon tutib, bexatar yashab kelgan turib, amdilikda ko'chmoqchi bo'lib atdik. Odamlarning unchalik qudratli bo'lishi notayin. Mana men hozir odamlarning ustida uchib ketyapman. Hech qanday xatarni sezmadim. Balkim onam ziyoda sezgirlashib ketgan bo'lsa kerak. Kash kirib atrof gugum qorong'ulikqa ichiga g'arq bo'ldi. Bir kun uchib harg'inlik yetgan edi. Garchi odamlar bor bu yerga qo'nish o'yin bo'lmasa-mu, biroq qorong'uda nishondan adishib qolmaslik uchun orom olmasam bo'lmaydi.
janub, shamol, g'arb taraflarni kuzatib bo'ldim. Bu yerlarda biz yashog'dak biror yaxshi makon uchirmadi. Balkim bak egiz uchivatgan bo'lsam kerak. At sharq tarafni aylanib, past uchishni ko'nglimga pukdim. Kecha yulduzlari ustimda chaqnab turardi. Men mushundaq go'zallikka to'lgan bir dunyoda, unda qo'rqinch ichida yashashning to'lim ahmoqlik ekanligini his qildim. Asta-asta pastlab bir daraxt ustiga qo'ndim. At qandoq manzara ichida turadiganligim noma'lum edi. Men haddidan ziyoda ehtiyotchanlik qilib, egiz uchivatgachga ko'nglimdagidek bir makon texi uchratmagandim. Shunga ati usulimni o'zgartib, pastroq uchishni o'yladim. Mo'ngluq bir ovoz shirin uyqumni buzib o'tdi. Horg'inlik ichida shuncha shirin uxlab ketibdiman. Bir to'p kapta atrofimda uchib yurardi. Ularning qanatidan mo'ngluq ovoz keladi. Men hayron qoldim. Ular ba'ayni menga o'pma o'xshash kaptalar edi. Turib ular men tushimda ko'rgan kaptalarga o'xshab qoladi. Turib o'xshamaydi. Tunugin bir kun hech nima yemay ushqashqa hozir qo'rqim ichib ketgan edi. Men ulardan bu yerda bexatarroq bir o'tlaydigan yerning bor yo'qligini so'ramoqchi bo'ldim. Ular yo'nalishni o'zgartib, birdinla mahalla sirtiga qarab uchishga boshladi. Men ularning keynidan ergashdim. Nega borsizlar? Orqaroq qolgan birsidan so'radim. Amonga, u yerda nima qilasizlar? Damizlaymiz. Don degan sizlar yeydigan narsami? U menga xuddi yot bir maxluq qaragandek g'alti chakchiyib qarab qo'ydi. Sen yov kapta ekansan-da? Shundoq, men bo'ljirgan saydin keldim. Men kaptalarga agishib xamonga tushdim. Bu yerda haqiqatan ko'milib qolgan bug'doylar bor ekan. Ta'mi shundoq tatliq edi. Bu yer bo'ladi ekan deb o'yladim. Bu joyda odamlarning qarisimi ko'rinmaydi. Boshqa kaptalarning xotirjam turqiga qarab, men xotirjam holda qo'rsoq to'qlashga boshladim. Sirtqi dunyo hargizmo onam aytgandek unda xatar bilan to'lgan emas edi. Xotirjam holda oldimdagi yo'g'on bir tal donga bo'yin uzatdim. Shiddat bilan itilib kelgan bir xil kuch qoniyimni kelib bo'g'di. Nihoyat tezlikda ko'tarilib, o'zimni chetga olmoqchi bo'ldim. Biroq noma'lum bir kuch meni yana shuncha tez yerga tortib tushdi. O'zimni har tarafga urishga boshladim. Kaptalar gurrida ko'tarilib uchib ketishdi. Oxiri holsizlanib yetib qoldim. Bu men tushimda ko'rgan heliqi manzaraga bak o'xshaydi. Odamlarning qo'liga tushib qoldimmi nima deb o'yladim. Biroq hozir yaqin atrofda hech kim ko'rinmaydi. Qanchalik vaqt o'tdikin, bir chog'da ikki odam tuyuqsiz yenimda paydo bo'lib qoldi. Odamlarning qo'liga tushibdi-manda dedim men. Biroq ular mening bo'ynimni siqib turgan g'oyat zo'r kuchni bo'shatdi. Yov kapta ekan, dedi ularning ichidagi yoshroq birisi. Mahkam tut, kechib ketmasin, qanotini bo'g'ib qo'yayli. Ular birlikda qanotimni bo'g'ishlab, ondan bo'ynimdan tutib, ko'zlarimga qarashga boshladi. Voy, bak esilkan, hozir omad keldi. Cho'ngroqi meni qo'lga ilib qarab ketdi. Buning bizga qilch foydasi yo'q. Qo'yib o'tayli. Qara, u olli burun tilini tishlab uzibdi. Bunda kaptaga uchrab qolganda qo'yib o'tmay amal yo'q. Odatda kattalarning boshchilari shunda bo'ladi. Hech bo'lmasa uni bir o'ba ko'paytib oldi. U endi don yemaydi, suv ichmaydi. Toki o'lib ketishdan bilan qarshilashadi. Qarab turib qo'yib o'tandin, dedi yoshroq odam. Ixtiyoring. Biroq ayol o'tmay so'zimning rostligini bilib qolsan, menmo mushundoq bir kaptani tutib olgan. Dastlabda qo'yib berishga ko'zim qiymadi. Bir haftadan keyin o'lib ketdi. Men buni cho'qim ko'ndiraman, dedi u. Hargiz qo'lingga ko'nmayman. Bir amalni qilib cho'qim qochib ketaman deb o'yladim ichimda. Onamning so'zini esimda tutmay, bu kunga qolganimdan to'liq numus his qildim. Kuch bilan yulqinib, uning qo'lidan bo'shab uchib chiqdim.
Biroq ancha uzun bormayla yerga go'yo bir parcha chalmadak pokkida tushdim. Kasofat, elimi yaxshi qonitingni bo'g'ib qo'yganim. Bo'lmasa qayerlarga ketib qola bo'g'iyting? U meni xaltadak bir narsaga solab, nagidir ilib bordi. Ondan qonitimni mahkam qamollab, simdan to'qilgan bir to'rning ichiga solib-etdi. To'r ichidagi bir qancha kapta go'rrida bir bulunga qistaldi. Qaraganda ashqagan o'xshaysan. Bo'lmasa bir tal donni deb mening qismiqimni baliqlab yotmatding. U qapazga bir siqim donni chechib suv qo'ydi. Kaptalar go'rrida yig'ilib donni yeyishga boshladi. Biroq mening o'chmanlikim shu darajaga yetgan ediki, mumkin bo'lsa hozirli qapazga usib o'lib olg'im keladi. Biroq qonitim bak chim tengib etilgan bo'lg'ashqa faqatla medirlay olmadim. Beshimni aron ko'tarib, amdili tiklashgan quyosh nuriga qaradim. Ah, uydan ayrilib bir kun bo'lmay turibla odamlarning qo'liga tushib qoldim-a. Onam bu holimni ko'rsa nima debmi o'ylab qola? Holsiz holda pokunimni yerga qo'yib yotdim. Şimdi anamni ko'ribdiman. U ko'p-ko'k havo bo'shliqida turib, meni yeniga chaqirdi. Turibla yenida dadammi paydo bo'lib qopti. Uning qomati shundoq ko'rkam bo'lib, to'limi havisim keldi. Ular meni chaqirgandek qildi. Balkim qulqimga shundoq anglangandir. Men ular qarab uçdum. Uçgan siri ular mendan jiroqlashdi. Uçishdan to'xtasam, ularmi jiroqlashdan to'xtatdi. Uchiverib og'zim qurib ketdi. Ana su deb uyg'onib ketdim. Beshimda hiliqi odam so'zlab o'tirdi. Bu bak joyil kapta ekan. 5 kun bo'ldi ishni yemaydi. Uni boqqanning foydasi yo'q demedimmi? Bu hiliqi kundagi yoshli cho'ngroq kishi edi. Endi bundaq turaversa o'lib qoladi. Buningdan ko'ra bolalarimga sho'rpa qilib beray. Uningdan qanchalik sho'rpa chiqmoqchi edi? Balkim endi yesang sana ziyon qilib qilishi mumkin. Yaxshisi qo'yib. Bundaq esa sotib ketganni qarab turib o'ltirib qo'ysak bo'lmaydi. Biroq uni qo'yiversam bu bizga hech qanday foydasi bo'lmaydi-da. Hozirmi baribir foydasi yo'q. Boshdan sho'rpa qilib etadigan gapdan to'q. U sangilab turgan qanotimni bir pas tutashtirib, ondan meni qo'yib qo'ydi. Ko'kda quyosh kuchlik nur chechib turardi. Men butun vujudimdagi kuch quvvatimni yig'dim. Ko'kka qarab uçmoqchi bo'ldim. Biroq qapaz, simtor yanala yo'limni to'sib turardi. Men necha kundan beri uningga o'zimni urib, uni bosib o'talmaydiganligimga ko'zim yetgan edi. Lekin vujudimda ozroq kuch yig'ilib, asliga kelgan hamon uningga tashnib boqatdim. Men bosib o'tmoqchi bo'lgan bu simtor shunday qudratli yasalgan edi. Uningga odamlarning yuksak aql parosati jamlangan bo'lib, uningdan sirtdagi barliq erkinlikni ko'rib turg'ili bo'ladi. Biroq uningga hargiz erishgili bo'lmaydi. Qapaz ichidagi havo bilan sirtdagi havo o'xshash, biroq yashash shakli o'xshamaydi. Bu to'rni tuqqan odamlarning niyati shundoq qora ham bag'ri shunchalik qattiq edi. O'z erkinligi uchun tinimsiz kurash qilayotgan bu kichikina jonning jasorati ularni qilch ta'sirlantira olmaydi. Endi ularga qilch foydam tegmaydiganligini bilib turibmi, meni ruhiy qulluqqa olmoqchi bo'ladi. Jondan boshqa hech nima qolmagan bu kichikina jismimni qiynash orqali o'z maqsadiga yetmoqchi bo'ladi. Eng qabiyri ular meni o'lay debmi, o'lolmaydigan holatga keltirib qo'ygan edi. Ichimda shundoq nido qilardim. Ey erkinlikning qotili bo'lgan rahimsiz odam, yo meni o'lgili qo'y, yo bo'lmasa erkinligimni ber. Tuyuqsiz tonish bir hid burnimga urildi. Vujudimga birdinli kuch yig'ildi. Ana, men hayajon ichida beshimni ko'tardim. Onamning ko'zlari bir xil jiddiylik bilan chaqnab turadi. U mening yulingan qonitim, sangilgan tumshqim, turlishib eski kigizdek bo'lib ketgan qanotlarimga bir xil echinish ichida qaradi. Ana, kechiring, ishonchingizni yerda qo'ydim.
men hargizmi sizning farzandingiz bo'lishga loyiq emas ekanman. Men gunohkorlarcha beshimni egdim. Vujudim numus kuchidan o'rtinib ketdi. Nimishqimi onam kelgicha o'lib olmaganligimga echindim. Yo'q, sen o'zing qilaoladigan ishning hammasini qilding bolam. Endi uni oxirga chiqa. Biroq ana, men bir mahbusga aylanib qoldim. Ojizlikdan shu darajaga yetdimki, o'lib olay debmi, o'lib ololmagidak holga tushib qoldim. Bu mana ben deb bilinib turibdi. Men seni erkinlikka erishtirish uchun keldim bolam. Biroq mening endi erkinlikka chiqqim yo'q. Men endi bu aptim bilan hargizmi sizning bolangiz bo'lishga loyiq emas. Men sana erkinlik ilib kelaman bolam. Sen yanığı mening botir bolam bo'lasan. Sen hargizmi qullarcha emas, botirlarcha o'lishing kerak. Onam shundoq debla bo'g'izdagi donlarni yondirdi. Bu zaharlik bo'ljirgan. Sen bunu yesangla ularning qulliqidan ozod bo'lasan. Shundaqla jamoatimizning obro'yini saqlab qolasan. Esingda bo'lsin. Erkinlikni mangu hissashlik orqali qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Uning uchun qon oqqizish kerak. Qani, tumshug'ingni yaqin ekan. Men onamning qat'iylik chaqnab turgan ko'zlariga oxirgi etim tikildi. U shunchalik xotirjam, shunchalik qaysar edi. Men puchilib, sangilab qolgan tumshug'imni uningga tangladim. Bu erkinlik uchun qurilgan to'saqlarning qurboniga aylanib ketgan eng qudratli qurolim edi. Biroq u rahimsiz to'saqni cho'qilab verib, oxiri sunib mushunda holatga kelib qolgan edi. Zaharlik bo'ljirgan vujudimda bir erkinlikning jorchisi bo'lib o'rinlashdi. Eng oxiri erkin o'lish fursatiga ega bo'ldim deb shodlandim. Ruhim bir xil ozodlik ichida yelinjashga boshladi. Osmon shunchalik suzuk, atrof shunchalik timtoz, dunyo yanada go'zal edi. Bulungdagi bir to'p kapta menga hayronlik bilan qarab turadi.